Bu yarına rakşıpsına olurken, çeyreken pitaniye, asası karabkadan, bu kadar kıyafet okunalarken, bundan şu mambo karabkaga, bu karabkadan mambo reis köykücatı olyaptı. Hanginde mambo elektriklerge kavat, şu ahol var mı? Bu xonaga o'tyapti uni zalga. Mana maydaxonaga men bu yerdan bayar joydan karabkada aylantiryapti. İşte kuşatlı değişiyor böyle. Xonamiz xudoga shukr, bu ahaklarni qirib, tushadigan joylarni tushirib, burchaklar yorilgan ekan, ochib. Telegramdagi Turon Muz kanali taqdim etadi. Elektromontaj ustalarni qildik. Yo'lda qo'yib, tekkalar qilib yaxshi avlish qizlardan ko'ramiz. Senin bir bakışın derdimin dermanı. Qo'yani buzluqlarni ko'rsamiz. Ularni qo'parib, qo'ygan joylarni ochib, masaj uchun ustalar qilib, o'zbekchaga bu yerda güzel artistlarga Akşamüstü var bir yolda vardı. Bitta masajı ko'rsatib bir yolda vardı. Bir o'zini ko'rsatdi. Masala elektriklar bilan malyarlarda masalasi bo'lyapti. Buni montajini qilib ketganman. 5 kun oldin. Bunasini taklif etganman. Malyarlar kelganda aka mana shtravalarni yamab bersin. Ayaklarni qo'yib bo'lgan. Ayaklarga tushib qo'ygan. Politika, montaj qilingan, patolog buzilarni, gipskarton bo'ladigan tepega osib qo'ygan. Antinani durgan vaqt patolog vaqti, taxsiz mana dinariyalar tashlaganman. Keyin shakllardagi yoni qo'shimcha men malyalar tekkanmish. Bu ishtirabaq degan joyini yamab bersin. Ahaklarni shpagulovkalarni qirgan, taxlagan, tamasini mayaklan qo'ygan. Men kelgan vaqtda malyar ustalarman gaplashmagandim, uyda aytyapti. Sen deb do'g'or qilgan vaqting shu holatda edi. Buni aytmading-ku, sen Instagramda ko'rdim. Instagramda aniga elektriklar o'zini ishtirabaq qilgan joyini o'zlari yamash kerak ekan deb videosini ko'rsatdi. Instagramda oldim. Videoga ko'rsatdim. Nima uchun bilsa Instagramda to'g'rimi yoki do'g'orda aytilmagan, boshqa qilmagan mayaqni ichida qolib ketyapti-da bu hozir. Ama qolib ketadi, men ko'rmayman. Men chiqib. Bu yerdan chiqib oladimi? Men ichida qolib ketadi, ikkalarini birlashtirib Eng yangi va hit qo'shiqlar Telegramdagi Turon Muz kanalida.